Voy. Eng qizig'i bilsangiz, o'tgan safar sizni mazangiz bo'lmay turib quturib ketgandingiz. Asabim o'ynamagan. Har doim shunaqa qilishadi bor, har doim. Bu safar unaqa bo'lmaydi degan umiddaman. Bu video qachon chiqadi? Chiqadi bolalar. Sabr qilib turinglar. Yaqinda. Yaqinlarda chiqadi. Nechta? Shu tamsizlar, masalan, pastdan qidirib o'tiribman-ku. Nima bo'ldi? Ketadimi efir o'shdimi? Yo'q, borki chatda o'qiyotdi. Nima bo'ldi? Qachon chiqadi deyishdi. Aytdik, endi Qachon chiqyapsizmi? yo'q, yaqinda chiqadi. Men qayerdan bilaman qachon chiqishini? Stop! Janjal Yaqinroq kelishadi. Eshitasan? nima deyapti? Ish topinglar deyapti. Kitobni berdi. Ha, kitob. Ish topinglar deb eshitdim. Xonaga yashirinishimiz kerak bizlar. Shashma. Kitob bu Kel. Bo'ldi, chiqdik. Bu kitob qo'ydik, bo'ldi, eshik olib qo'ydik, kirmaydi. Birinchi tam chiqolmaydi. Sizdan chiqguncha. Kitob qarab beraman, kel. Qani u? Siz ko'rmayapti. As. Shoshma. Ko'raman bilan. Hey! Oy, bulut! Hey! Kim? Oy, bulut! Men umrim davomidagi eng qo'rqqan videomdan bittasi bu. Darkent ichida eng zo'ri mana shu. Xudo xolsa endi bu yog'ini Maqsudjon o'zi montaj qilib tezroq chiqarsa, bu yog'ini ko'rasizlar. Shuning uchun do'stlar, hozirroq Maqsud tezroq montaj qilib chatga ham yozib tashlasin, chunki shunda tezroq video chiqadi. Va Telegram kanalga obuna bo'ling, chunki video aynan qachon chiqsin birinchi Telegram kanalda e'lon qilib, undan keyin YouTube'ga qo'yamiz va qolganini joyga aytamiz. Shunaqa do'stlar. Давайте, endi bo'lmasam biz ham efir yig'ishtirib, so'ngga kirishamiz. Gamdagi iltimos. Bo'ldi. Sen mantar. Bo'ldi, keyin olasiz, qol. Bo'ldi. Qarshi videoni ko'ring, bo'ldi. Efir tugadi, hammaga rahmat, chasini yaxshi ko'raman. Yangi video, Darkin. Ne chiqsam? 4-chi chiqsam, tez kunda. Pagani. Qayta stop, qayta. Efir o'chirib.